Shvetsiyaning dunyodagi birinchi 4 o'rindiqli giperkar. Bu avto olamda yangi format ochgan mega monster. Giperkar qoidalari va tasavvurlarni parchalab tashlagan revolyutsiya. Koenigsegg Gemera. Ko'p yillar davomida giperkarlar faqat maksimal tezlik uchun chiqarildi. Lekin Gemerada esa Christian von Koenigsegg muhandislarga shunday savol berdi. Giperkar nafaqat tez, balki u 4 kishi uchun chiqarilgan bo'lsa-chi? Gemera aynan shu savolga javob. Yangi Mega GT platforma, hibrid texnologiya va mutlaqo yangi muhandislik yondashuv. Bu sharpa dunyoda giperkarlar tushunchasini butunlay o'zgartirish uchun ishlab chiqildi. Uning kuzovi boshqa giperkarlarnikiga o'xshamaydi. Karbon monokok kuzov, uzun oqimli siluet va havoni boshqaradigan aktiv aerodinamik kanallar. Bu yirtqich go'yo shamolni yorib o'tadigan reaktiv snaryadek chizilgan. Eng qizig'i bu yerda orqa eshiklar yo'q. Ularning o'rniga Koenigseggning firmaviy Dihedral Synchro Helix qariyb 2 metrli eshiklar o'rnatilgan. Bu ulkan eshiklar ochilganda butun salon bir vaqtning o'zida ochiladi. Bu sharpa haqiqiy olam texnologiyasining mahsuli. Unda 5 litrli V8 twin turbo motor plus dark matter elektromotor. Jami 2300 ot kuchi va 2750 Nm. Bu haqiqiy mega kar darajasi. Bu motor 800 voltli yuqori elektr tizimida ishlaydi. Shu sabab energiyani juda tez uzatib bir zumda maksimal kuch beradi. 0 dan 100 gacha 1.9 sekund. Maksimal tezligi 400 km/soatga yaqin. Bu xuddi miltiqdan otilgan o'qning tezligiga o'xshaydi. U tezlaganda vaqt sekinlashgandek tuyuladi. Havo qarshiligi, yo'l chiziqlari, masofa hammasi bir lahzada yo'qoladi. Bu haqiqiy fizika qonunlari bilan o'ynaydigan giperkar darajasi hisoblanadi. Tachkani yomon bo'lmaydi akalarim. Koenigsegg Gemera yoki Yangwang Yu 9 kommentariyaga yozib keting.